Talabalik davrim mening, davronlarning zo'risan. Sen umrlar Namangan davlat universitetida ta'lim olishning afzallik jihati nimada? Bu savolga qisqa va aniq javob berishga harakat qilamiz. Namangan davlat universiteti 80 yillik boy tajribani o'zida mujassam etgan oliygoh. U nafaqat vodiyda, balki butun respublikada o'z nufuziga ega. Ayni paytda universitetda 20 dan ortiq sohalar uchun mutaxassislar tayyorlanmoqda. Ayniqsa huquqshunoslik, tibbiyot, iqtisod, jurnalistika, maxsus pedagogika, ekologiya kabi talab yuqori bo'lgan yo'nalishlarga yoshlarning qiziqishi katta. Namangan davlat universiteti 50 ga yaqin rivojlangan xorijiy davlatlardagi nufuzli oliygohlar bilan hamkorlik aloqalarini o'rnatgan. Bu talabalarning xorijda ta'limni davom ettirish, malaka oshirish, tajriba orttirish va ilmiy izlanishlar olib borishi uchun keng yo'l ochib beradi. Bundan tashqari mazkur oliygohda o'qishning yana bir afzallik tomoni bor. Qanday deysizmi? Universitet qoshida bir necha kichik korxonalar tashkil etilganki, siz ta'lim olish bilan birga ushbu korxonalarda ishlashingiz, daromad topishingiz ham mumkin. Shuni ham aytib o'tish o'rinliki, moliyaviy mustaqillikka ega universitetning ilmiy va moddiy salohiyati tobora yuqorilab bormoqda. Eng zamonaviy o'quv auditoriyalari, to'liq jihozlangan laboratoriyalar, axborot resurs markazi, IT park yoshlar ixtiyorida. Xullas, Namangan davlat universitetining imkoniyatlari haqida ko'p gapirish mumkin. Yaxshisi keling va o'zingiz guvohi bo'ling. Aziz abituriyentlar, Namangan davlat universitetini tanlang va yetuk mutaxassis bo'ling. Kelajagingizni Namangan davlat universiteti bilan yarating. Bizdan uzoqlashmang, eng afzallarini sizga taqdim etishda davom etamiz.